voy 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 mana buni matos nima bu aka? Buni matos nima bu? Nima bu? Marlyovka yoki Leon deyiladi. Leon deydi, Mallovka deydimi? Leon ham bo'ladi. Gap qissa qilib aytganda shunaqa matos, shunaqa zo'r. Bitta kasi voy 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 mazza qilasiz. Mana buni qarang. Rangini qarang, go'zalligini, uzunligini, matoni qarang, matoni. Yozda isket olman deysizmi? Pulim bor, yaxshi narsa topa olmayman deysizmi? Albatta mana zo'r ekanlar va bunga mostab turadigan burkisi ham bor. Tayyorona qarang, kengligini qarang. Mazza qilib kiyasiz. Gir aylana rezinka cho'zilishlariga bitta ko'rsatdim, cho'zilishlarini kengina. Shunaqa zo'r dvoykalarimiz Lady Boss o'z do'konida har kuni yangilik keladi. Qarang, juda ham ajoyib matosi, yumshoq, uzunligini qo'l qarshi hisoblab aytaman. 1 2 3 4 5 5 qarishda uzunlikda. Hop, son holatini ko'rsataman. 1 2 3 3 qarishdan sal uzunroq byodra tomon. Son holatini 1 2 qarishda vo'bshe zo'r ekan. Bemalol 50-razmer, o'zbek razmerida 50-razmergacha keladi. Hop, bu yoq tomonini 1 2 3 4 qarishda uzunlikda, bu yoq tomoni 3 qarish uzunlikda. Bemalol 50-razmergacha kiyasiz bo'ladi. Turk razmerida 36, 38, 40 va 42 va 44 razmergacha olsangiz bo'ladi. Hurmatli mijozlar, Lady Boss o'z do'konida shunaqa ajoyib yangiliklar bor. Hammalarni do'konimizga kutamiz. Shaxsan men sizni o'zim kutib olaman. Men zo'r skidkalar qilib beraman. Kelaverasizlar.